أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. bugünkü dersimiz بعض مشاهير الشجعان في الإسلام. أشجع الخلق كلهم كم؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشجع الخلق كلهم وأنجدهم. bütün mahluklarning, bütün insonlarning eng shijoatli. Ve enceduhum degan ularning ichidagi eng tiz yordam yuguradigan. Nejda deymiz. Masalan, tiz chaqirsa yugurib keladigan, tiz qutqizgan saqchi bor-ku. Nejda deydi. Shortatın nejda. Ve enceduhum insonlarning eng tiz yordam keldigini Muhammedun ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi. Ve keyfe la ve şecaatu fadiletu kuvvetul gadabi. Ve keyfe la diyene nümüşkunda bulmaydı. Şecaat diyen gazaplanish küçüğü karta bulduğun fezileti ibaret deydi. Ve inqiyadiha lil aql. Gazaplangan çağda aqlga boysungan holatdagi kuch bu. Şu kuchdan ibaret fazilat. İnqiyad degan şunu boysunish, nega aytsa ma'quldan manashgan. Ve nejdatu thiqatun nafsi inda istirsalha ila al-maut. Nejda degan nima? Yani tiz yordam yugurish degan. Nimadan iborat desak, o'limga o'zini qo'yib bergan chaqda o'ziga ishonch qilish degan. Istirsal degan qo'yib berish. Ersalar deyapti. Istirsal degan o'zini qo'yibdi. O'zi o'limga yotayotgandek misol. Haythu yuhmadu fi'luha duna khawfin. Aşında başkalarına yardım qilish uchun o'limga tavakkul qilib, aşında ishonch bilan qadam bosgan chaqda, shunda qilsa, qo'rqmay qilsa, bu Madina degan ish. Haythu degani shunda o'rinda, aşında qilgan chaqda bu Madina degan ish bo'ldi. Makan, zamonni bildiradi. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem minhuma bil makan alladhi la yujhal. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşı ikki fazilat qarta hech kim bilinmay qoldigan bunda holatda emas deydi. Yani hammaga mashhurti tunilib ketgan Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning shajoati bilan yordam yugurdiganlik sufda hammadan bilib ketgan bir ahvol deydi. Bu bilinmay qoldigan holatdagi fazilat emas Rasulullah. Yani Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ash fazilatga bo'lgan yaqinchilikka munosabati nima desa, bu birisi bilmay qoldigan ish emas. Hammaga ma'lum deydi. Mashhur tunilib ketgan deydi. Ma ibaramda arabchada ajna surdim. Kana minhu bi makan deydigan bunda ibora bor. Faqat hadaral mawaqif as-sa'ba. Masalan desek bo'ladi faqat. Yoki chunki desek bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyin ahvollarga duch kelgan. Mawaqif degan bir ishni qaro qilish uchun shunda turgan ahvolni deymiz. Qiyin maydonlarga duch kelgan va farral kumatu wal abtalu anhu ghayra marra. Kuma to'liq dubulg'i soat bilan o'zini yo'g'ib olgan, to'liq qurollangan chavandozlar deymiz. To'liq jamdungan chavandozlarmi, palvonlarmi Rasulullohning oldidan bir necha qatim qochgan. Va huwa sabitun la yatazahzah. Rasululloh bo'lsa, ash qahramonlar, palvonlar qochgan chaqda qandayda tavranmay mustahkam turgan. La yatazahzah degan midirlamay, tavranmay degan. Taman zuhzaha anin nar va udkhilal jannat faqat. Wa muqbilun la yudbir. Düşmanga oldini qilgan holatda, aqini qilmay qochmagan holatda. Ashunda holatda jang maydonlarida mavaqif degandan jang maydonlari sekman. Janggohlarda bo'lganda va ma shuja'an illa waqad uhsiyat lahu farra. Har qanday shijoat qalban bo'lsin, cho'qim bir qatim qishqizgan ahvollari bo'ladi deydi. Farra degan bir qatim qichish. Uhsiyat yani unda sanalgan. Falan çağda falan yerde kaçkan bu deyilip kalgan bir ahvalları var. İhsa diyen statistik sanağın. Ve hufidat anhu cevletun sivahu. Yani onundan başkan. Bir katım kaçkan bilen onundan başkan ayeti palvallık kılıp kahramanlık gösterken neçe kapaz ilişkallara Xalqning yodida qoladi deydi. Haqiqat degan unda saqlanib qolgan, asli qolgan. Javla degan bir qatim shunda bir chiqib aylanib jang qilib chiysa, bir javla bo'ldi. Yoki bir maydon ilishdi, bir qapaz ilishdi degandek. Qala al-Bara'u radiyallohu anhu va qad sa'alahu rajulun afarartum yawma Hunayn an Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Kishilardan birisi
El-Bara radıyallahu anhu'dan soğan. Benim gazete boğan günde Resulullah'ın koyup kaçıp ketken mitinler. Kala lakinne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yefir. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadı. Bu cevaben şunda dedi. Yani biz kaçtık deyin gap mi yok nerede? Yani biz kaçkanlıkımız rast. Biz go kaçtık mıdı? Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaçmagan. Lekin bularning kaçışı mı bunda kaçışamazsın. Şu tahta şecera bayat qilganlar va cho'ng sahabalar Hazreti Umardak Ruh sahabalar qaçqan ahvol bo'lgan. Bu qaçqan ahvol qanday qachish? Hunayn g'azatiga Madinaga kelgan muhojir ansarlar qo'shini yana Makkaning fath qilgan joy olash bu qo'shin bekjiqgan Taif chiqib urushib qolsa qavazim bilan cho'qim o'ldirilib chimaynima deb yangi musulmon bo'lgan taxim musulmon bo'lmaganlimi bor buni tayinli odamning bor holatda olash nurg'un qo'shin chiqqan. Chiqqan ekan avazin qo'shinlari marganli bo'lgan o'qiyotchilar. Buni bir buktirma qilib, unda o'tirib hujum qilib chiganliklar o'qitgan islom qo'shinini. O'qitganga eliq tayinli xalqdan chiqishmini jantal qo'yganga o'lgan. Oyda paloqchidan qaçqan. Qaçqanga u odam shunda jiqadam unda qachayotgan holatda u sahaba kiramlarmi, Madinaga ansar muhojirlarmi Allohzod bo'lib, buni chekinishga boshlagan. Yani bu qaçtı da bunda bir qaçış emas. Chekinib patpara qilib ketgan. Shunlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachirin unga holat qachirin dushman tarafga ketdi. Hamma da mayan qachivatsa, dushman tarafga qachirin devirtib chaptirib oldiga mangan. Oldiga mangib men mana Muhammad ibn Abdul Muttalib, ana nabiyullah kadibda voqea. Dushman degan qarshi tarafning eng cho'ngini o'tdasak, tutvasak deydi-ku. Bo'lsa shuni tabazzul. Qaçqan qo'shinning cho'nglari qanday qildi? Pogun nimalarni qilib odatga jansak bo'lishi mumkin. O'tirib ya kiyimini almashtirish mumkin. Lekin Rasululloh dushman tarafga chaptirib boshqa mayan qilib Rasululloh aksi iqimga chaptirib mana Muhammad bo'lma deb to'lgan. Shu chaqda undan Rasululloh indiki urug' tuqqanlardan birisi ya Abbasga, ya Abu Sufyan ibn Harisga ovoz yuqori o'g'achga sanaliqni to'lgan. Bay'at qilganlar 1400 kishini to'la. Ansardan tahta shajara bayat qilganlar to'lgan. Halaqa bayat qilganlarni kilanglar deb to'lgan degan chaqda ashabul baya kilangmagan lavayda hammasi tarafdan Rasulullohning atrofiga to'plashgan. Bu qachish mundaroq bir qachish. Allohzod bo'lib patpara qilib chekinishi bor. Yani qarshilik to'plab bunda tashlab qo'yishimiz. Yani keyin bu urush bo'lib, keyin Rasulullohning vaqti o'tib, ya Rasulullohning vaqtida ya keyin tabiinning vaqtida sahabildan urush qatnashmagan boshqalar so'rayotdi. Xudoda biz bo'lsak unda Rasulullohning qaçsa Rasulni tashlab qochmaydik, sizlar Rasulullohni tashlab qochganmidinglar? Bunda kamsitishimizda. Bunda so'gan chaqda biz qaçdik dema yani. Chunki ular unda qaçgan shaklda unda avval bo'lmagan. Lekin qaçqanda hisoblasam unda biz qaçgan hisob bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaçmagan deb javob bermoq. Ondan unda fuma qala laqad ra'aytuhu ala baghlatihi al-bayda. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oq kechirning ustida ko'rgandim. Va Abu Sufyan ibn al-Harith akhidun bilijamiha. Ash kechirning chullurini Abu Sufyan ibn al-Harith tutdi. Bu Abu Sufyan ibn Harb emasmi? Muaviyaning o'zi emasmi? Ma u Abu Sufyan ibn al-Harith. Abu Sufyan ibn Harb. Ma u Rasulullohning tuqqan jamoatidan bo'lgan Abu Sufyan. Mesela Abbasmi Rasulullohning jamoatidan. Abbasmi bu kechirning muslim tutmangan. Ya'ni ikki şeydan qolgan Rasulullohning kechirining qishdi billah. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaqul ana nebiy la kadib. Men payg'ambar, yolg'on yo'q. Ana ibn Abdul Muttalib. Men Abdul Muttalibning o'g'liman. Nima shu Abdullahning o'g'lida Abdul Muttalib deb cho'ngdasining ismini da? Abdullah deb Chunki Abdullahni xalq tunimaydi. Bu yashab ketgan. Abdul Muttalibni butun arab tuniydi. Abdul Muttalibning o'g'li esa ana cho'ngdasiga mansub qo'ygan. Cho'ngdasiga mansub qilsa bo'lganligini dalil bor. Ahmad ibn Hanbal deymiz. Hanbal degan cho'ngdasi. Fama ru'ya yawma idin ahadun kana ashadda minhu. Shu jangda bo'lgan kishilardan Rasulullohdek anda nayet mezbut tuğallah kürlep bakmadı dedi. Ve qala gayruhu nazala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem an baglatihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesirden düştü dedi. Ve zekara Müslimun anil Abbas. Anda Sahih Müslim'de kendisi Abbas radıyallahu anh şuna degen. Qala lamma iltaqal muslimuna vel kuffaru ve abal muslimuna mudbirin. Müslümanlar kafirlar ikki qo'shini uchrashgan chaqda vallal muslimun mudbirin uchrashgan chaqda musulmonlar tikvetdi dedi. Kechib ketdi yoki oqini qilib qochdi. Va tafiqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yarkudu baghlatahu nahval kuffar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechirni kafirlar tarafga divitishni boshladi dedi. Tafiqa degani
biz min af'al shuru' dedik. Yani bir narsa başlash, tutish qilishni bildirgan. Va ja'ala ya'khuz degandek. Fatafiqa mashan bis-suqi wal-a'naq. Yarkudu degan divitdi. Yoki shaptude divitdi. Rakada yarkudu. Urkub birinjika degan. Urkub birinjika hada muhtasan. Yani to'lamda dasiga tepkin degan bo'ldi. Ularning qo'shqondan da tepsak, tutning yeni bilan divitish degan bo'ldi. Chap turish degan bo'ldi. Va ana akhidun bilijamiha. Men uning chularini tutgandim deydi. Akuffuha iradata alla tusra'. Men uni taqa oldirab minib ketmoqsin chepkasini dushman tarafga. Deb, ashun tatib turayotgandim deydi. Yani to'sab turayotgan, yani bo'ldiqil deb to'sab turayotgandim demoqchi. Chularini tasib turibdi chepkatmoqsin deb. Va Abu Sufyan akhidun birikabihi. Abu Sufyan bo'lsa so'rlagan gap, yani minib ketmoqsin debchi. ركابه degan zangisi thumma nada ya lil muslimin al hadith degani shu gaplarimiz shu hadisning sizning chiqqan demak ya lil muslimin deb vaqirdi dedi nima bo'ldi ya lil muslimin degan ya lil muslimin ey vayit ey musulmonlar ya degan harfini da ya degan chaqirishni bildirish nima ya lil muslimin degan musulmonning holi chataq ey g'avs yoki yordam bo'lsa hozir kasin kilimdi bundan hozir payti shuni va musulmonlar chada qiladi degan ma'noda ya lil muslimin lil muslimin ey yordam va musulmonlar uchun kelgan degan ma'no buni lafz istig'oz deyish mumkin musulmonlar ya lil muslimin degan yani musulmonning holi ahvoli chataq hozir yordamga ehtiyoj bor yordam bo'lsan kel degan ma'noda Allah Teala'nın kılga yardım bolsun buldu. Başka insanların yardım hemden kılgan yardım bolsun mu? Nim bu yardımın bolsa Müslümanlar hazır kıyın ahvalda şunga muhtaç. Yani Müslümanların iş çataq diyen ma'no. Yani nusrat talab qilishdan iborat, istig'osadan iborat. Yani xuddi ya g'awtu ta'ali lil muslimin. Yordam musulmonlar uchun keling degan ma'noda. Wa qala al-Abbas aydan fi riwayat Ibn Ishaq. Abbas Ibn Ishaq qilgan rivoyatda bunda degan. Ibn Ishaqni biz kim degan to Muhammad ibn Ishaq Rasulullohning g'azablari haqida kitob yozgan Al-Maghazi degan kitob yozgan tarixshunos muhaddis olim kuntu akhidan bilijami baghlatihi al-bayda ash rivoyatda Abbas bunda da'tudu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oq qechirning chulurini tutgandim qad shajartuha bihi shajartuha degani Rasulullohni chuluri bilan bunda chirmagandim demoqchi yani ben şu ak keçirni chullurulan bunda chirmagan bunda bo'yni o'yagap chunqa turgandim deydi yani chullurni qo'yib bersa man degan gap bunda ha degan mishada bag'liga qaytadi yani debto va kuntu imra'an jasiman man qawl usqalliq odamdim deydi shadida savt yuqori ovozli kishiddim qala va rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul rasululloh bunda deydi hina ra'a ma ra'a minan nas kishilar minan nas degan mishada islom qo'shundan shu ahvolni ko'rgandan keyin rasululloh bunday degan deydi ayna ayyuhan nas oy lashkarlar mujohidlar nega borsizlar rasululloh shunda da'vat qilibdi deydi falam aran nasa yaluna ala shay kishilarni bunda burilib u yoqqa qarg'inni ko'rmadim deydi bu hamda qattiq qashqarlikni oladi wala taluna ala ahadin va rasul yad'ukum fi ukhrakum ma wa uhud g'azotidagi voqea lekin ma hunayn demondan yerda la yaluna ala shay'in degani biz qattiq oldirab kechayotgan odamdan bir kim bizdan so'sa falan ko'rdingmi desa ya bizasi bir ovoz chiqib qolsa u yoq bu yoqqa qarab hech kim qaraydigan uddul ashunda qashqarlik burilib qaramaysa u yoqqa u yoq bu yoqqa burilib qaramaysa ya'ni bo'yinni u yoq bu yoqqa bunda qarab qaramaydi degan o'ng so'liga qaramay degan gap faqala ya abbas usruh vaqirg'in to'lig'in ya ma'sharal ansar ansarlar jamoasi deb to'lig'in endi to'lig'in dedi andin ansarcho labbayka ya rasululloh deb kirishdi lavay ey rasululloh mana biz tayyor farmonlarga bardarmiz deb lavay deyishdi degan gap manda qisqartib ketdim ya'ni rasululloh lavay degan labbayka degan deb bunda buyurgan ish yo'q ansarlar jamoasi daraxt ostida bay'at qilganlar qanisa kilinglar deb to'lig'in shuni chaqirgan degan chog'da chaqirgandan keyin ular bu ovozni anglab qana qildi labbayka ya rasululloh deb rasulullohning atrofiga to'plashdi
وكروا على هوازن فكسروهم. هوازن قبيلesiga qaytirma zarbiga o'tab, qaytirma hujum qilib, ularni yengdi. Hawazin degan kimlardi? Hawazin qabilasi. Hawazin qabilasi Taifda yashaydigan qabila edi. Quraysh Makkada yashaydi, shunami? Fakasaruhum degan ularning hayratini sundida yoki ularni yengdi degan. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ غضب من دام ديرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب نبقاسا ولا يغضب إلا لله رسول الله فقط الله سلام غضب كنت وإذن غضب لما يتن غضب نبقاسا لم يكن لغضبه شيء رسول الله غضب aldıda bir narsa turanmaydı aldıda hiç nima turanmaydı لم يكن رسول الله قد غضب لم يكن دağım Yakın deydiğin gibi yok. Kâme yakûmudun. Aldıda hiç neyse turanmaydı dedi. Onun çare yoktu dedi. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت أشجع ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bekrek şecaatlik, bek sehe ve bekrek yani arda degene belki bekrek razı kıldığan degen bo'lsin. Başkını bekrek razı kıldığan bunda bir kişinin körep bakmadı. Sallallahu aleyhi ve sellem. وقال علي رضي الله عنه إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق biz qanday qildik ahvol qattiq qiyin bo'lib ketsa ishtadal ba'as degan ahvol bak qiyilishib ketsa jang qizib ketsa vahmaratul hadaq degan ko'zlar chakishib qizirib ketgan chog'da hadaq degan o'sha ko'z va ko'zning o'rchigini hadaq deymiz ko'zdan qarasa demak ko'zning shu ichi qizirib ketadi-ku qo'rqib qizirib chakishib ketgan chog'da ittaqayna bi rasululloh sallallohu alayhi vasallam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağabey oturup Resulullah'ın daldı kılıp dedi. Kama yakunu ahadun aqraba ilal adu minhu. Sonra Resulullah'ın başka birisi düşmanga qarta en yakın nalat tumaydı. Emmaylan Resulullah'ın ağıda Resulullah düşmanga en yakın yerden. Bundan aldığa Resulullah'ın çıkarıp koyturdu. Bize ağabey oturup. Ve laqad ra'aytuni yawm Badr. Ben yawm Badr özümün bunda ahvalda ekanligimni ko'rgandim dedi. Ra'aytuni demek. Ben özümne müşahadat ko'rgandim. Arabda shunday iborat surish bor. Sizning kallangda o'tmasa u boshqa gap. Uyg'urcha men o'zimni ko'rgan demaslik mumkin. Ben falanni bunda qilayotganini ko'rgandim deyish mumkin. Lekin arabchada laqad ra'aytuni deb. Yoki men tushimda o'zimni bunda qilayotganini ko'ribdimmi? Bunda qilib o'tibdidakmi? Endi gap bor. Bag'anda jangda va o'zimning bunda qilayotganligini ko'rgan, ya'ni so'zlab beryapti. وَنَحْنُ نَلُوذُ بِالنَّبِي صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen panalanıp la da eludu diyen şunun panalanırız. Resulullah'ın akığı geçip tuğa vaktimizde ve huve akrabuna ilal adu. Resulullah bizden içimizdeki düşmanın en yakın kişiydi dedi. Ve kâne min eşeddin nâs yevmeydin ba'sa. Şu günde Resulullah en güçlük, en mezmut kişiydi. Ve kâne şuca'u min ashabihi vellezî yakrubu minhu. Sallallahu aleyhi ve sellem idâ denel adu. Endi bizden aramızdaki en şecaatli adam kim bo'ldi desa, bizden içimizdeki en şecaatli no'chi düşmanga yaqinlashgan chog'da Resulullah'ın qishtirak bo'larligini en şecaatli bo'ldi. Çünkü Resulullah düşmanga en yaqin bo'lgan ekan, Resulullah'ın qishtirak bo'lgani shu düşmanga yaqinroq boraydigini shu dedi. Denarga yaqinlashdi. Li qurbihi minhu. Resulullah'a yaqin bo'lg'achqa. Resulullah düşmanga yaqin bo'lg'achqa. Demak Resulullah en eşca. Resulullah'a yakınrak turalıgını mı bizim aramızdaki en şecaatli gitti. Ve an Enes ibn Malik radıyallahu anhu kâle kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nas. Enes ibn Malik mu sıfatlab bunda degan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişilerin en yaxshisi. Bu ahsan degan hazır chiroy shakl taqi turqi bo'lishi mumkin. Boshqa axloq fazilatga en yaxshi degan bo'lishi mumkin. Hamma o'z ichiga oladi. Ama ahsan nas balki chiroy taqi turqini bakra ko'rsatishi mumkin. Ve ajvadan nas kişilerin en sıksı ve eşca'an nas en şecaatli. Laqad fazi'a ahlul medineti leyle. Medine ahalisi bir kişisi qo'rqib ketdi. Fazi'a degan qattiq qo'rqib ketdi. Qo'rqib ketsa fantalaqa nasun qibala savt. Shuna ba'zi kishilar uyg'oniblar shu ovoz tarafga Allah cho'qon ko'tarilgan tarafga yugurishdi. Fatalaqqahum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam raji'a. Xalqlar o'g'inib kiyimiga qurollarini olib ovoz chiqqan tarafga yugurib borsa Rasululloh ash tarafdan kelayotgandak. Rasululloh ularni oldiga chiqdi. Allaqachon hammadan burun berib yo ahvolni egallab qaytishi Rasululloh. Qad sabaqahum ila as-sawt shu qo'rqinch ovoz chiqqan tarafga hammadan burun berib bo'lib ketdi. Wastabra al-xabar.
xabarni tekshirib aniqlab qo'ydi. Istibra degan tekshirib aniqlash degandik. Masalan, dedekning qo'sqidi bormi yo'qmi deb tekshirsa istibra deymiz. Va huwa ala farasin li abi talhata uriyin. U Abu Talhaninki nima deymiz unda egayish nima ustiga narsa qilmaymiz. Jabtu siz ustiga hech qanday egaya bir narsa qilmagan bunda Abu Talhaning bir etini u kechada ustiga jabdimay egalini qilmani bo'g'acha bo'ldash bo'ldi. Jabduqsiz shu otni shu minginicha chaptirib bilan bir po'nd. Uriyin yalang'och. Ariya deymiz-ku. At ming tegmayman. Ayshta sammay ega binas to'qimay. Wasayfu fi unuqihi. Qilich bo'ynida. Belga obdan taqab uni buni g'atchi bo'yniga esiblan boshi atni chaptirib bilan bir pulaqay. Bu atning ismi nima? Aysha atning ismi Mandub. Ang chapratlarni bir. Abu Talhaning eti. Mandub. Va huwa yaqulu lan tura'u. Lan tura'u deya la taqafu degan ma'noda. Qo'rqmanglar. Ra'u degan qo'rqinch. Lan tura'u degan sizlar qo'rqib qolmanglar bo'ldi demoqchi. La taqafu degan ma'noda. وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. رسول الله düşmanın bırak hoşuna uştirab qasılan çoqum dastlab qilib qilish urdiganlardan teri. ولما رآه أبي بن خلف uni ko'rgan vaqtida Uhud g'azotida وهو يقول أين محمد qani Muhammad la najawtu in naja degani uni hargiz saq qo'yib o'tmayman degan. Ya u o'ldi ya men o'lma deganda bir gap. Bilal shunda da to'g'ri bo'lsa la najawtu in najada degan buni o'tmay qo'ymayman degan ma'noda. Va kana qad qala lin-nabi sallallohu alayhi vasallam hina iftada yawm badr g'azotida bu asirga tushib qilib tulam to'lgan chaqda Rasulullohning debgan shu asirlardan tulam olib qo'yib qo'ydi-ku. Qo'yib Badrda 70 qul tushgan shu kafirning eng cho'nlaridan 70 o'ldirilgan. Bu 70 ichida Ubay ibn Xalaf bordi. Ubay ibn Xalaf tulam olib qo'yib qo'ygan chaqda buni degan. Endi farasun buning bir etim bor. أعلفها كل يوم كل يوم فرقا من ذرة. Her günü men onunla bir çarek buğday vermem mesela. Fark diyen şu 6-7 kilodaki günahsı. Ne dedim topta? 16 can diyen 8 kilo diyen narsa. Yani 8 kilo diyen bir çarek diyen buldu. Bizden çareklerimiz 8 kilo oldu çünkü 10 kilo buldu Kaşgar'da. Yani bizde 12 kilo. Mesela Khotan 8 kiloda 9 kilo. Kaşgar'da 10 kilo. Kuşar tarafta 12 kilo. Bunda. Demek fark degani şu bir çarek degan. Qonaqning çarek bo'lsa bir çarek bo'ldi. Buğdayning çarek bo'ldi. Egirlik birlik ekan. Men har kuni bir çarek qonaq berib baqama buni deydi. Aqtuluka alayha. Ma ash atni minib seni o'ttirma. Yani tadisab qilib ketgan gap qo'yib bersa. Faqala lahu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam bal ana aqtuluka inshaalloh. Balki men seni o'ttirma Alloh xolisa. Rasulullohni ta'did qo'ydi. فلما رآه يوم أحد Uhud g'azoti bo'lgan chaqda Ubay ibn Xalaf Rasulullohni ko'rgan chaqda shadda Ubay ala farasihi yuridu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ubay ibn Xalaf ash etini o'nab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'zlab hamla qildi deydi. Shadda ala farasihi degan etini Rasululloh tarafga chapdi demoqchi. Fa'taradahu rijalun minal muslimin. Rasululloh tarafga chaptirib kelgan ekan, Rasulullohni qo'dash uchun musulmon lashkarlardan bir nechasi uni taqobil qilmoqchi bo'ldi. Faqala lahum an-nabiy sallallohu alayhi vasallam hakaza. Faqala degan so'zimiz degan to'q. Söz bilan bo'lishi mumkin, qo'l ishorat bilan bo'lishi mumkin mana. Faqala lahum Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hakaza degani qo'l bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam manda qildi, ishorat qildi. To'xtab turinglar bo'ldi. Ishorat qilib tuturinglar deb qo'l ishorat qildi degan. Bunda dedi degan gap emas. Ya qo'l bilan jim turinglar dedi desak bo'ldi. Xallu ilayya tariqahu. Uning yo'lini menga ichitinglar, oldimga kasib qo'yib turinglar demoqchi. Va tanawala al-hirbata min al-Haris ibn as-Samma. Neyzini, hirba degan neyza. Yoki kalta neyz bo'lishi mumkin. Alab atadigan. Vahshiyning sotiga atadigan neyza. Shunga o'xshash. Haris ibn Sammadın neyzini egladi bilib va kana as-sahaba alladina ma'ahu idzaka ta'allaqu bihi. Rasulullohning qishchiki sahabalar buni eslaganti deydi. Yuriduna alla yabruza bi nafsi ila Ubay. Ular Rasululloh Ubayga o'zi chiqmagan bo'lsa deb Rasulullohni eslaganti. Siz chiqmislar.
Yani kumandanni qo'g'dash ruhi bilan qo'g'dash. Yabruz degan chiqish, o'ttirg'i chiqish ekan. Va yakfihi zalika rajulun minhum. Bizdan birasimiz chiqib undan tutishaylar, o'ttirdaylar, siz chiqmaslar demoqchi ekan. Fantafada bil hirbati intifadatan. Intifada degan taharruk. Va Falastin intifadasini bilgansa, intifada Falastinda bo'lganlar intifadani bilmasa, inglizda intifada deb atyapti uni. Uni tarjima qilib o'tamiz. Tankga tash etib, maktablarni ash turlik inqilobni yoki ash turlik fuqarochi isyonkorlikni intifada deb atyapti. Intifada Falastin, atfal hijara degan. İngilizce intifada deb yozsanglar, shuga chiqadi. Intifada degan shunda bir o'zini silkib harakat qildi degan. Neçələ esvası sizə qutulmaq olsanız qanday qılısınız? Ha, shunda. Shu qiyg'ashni intifada deysan. Demak, o'zini qattiq bir shunda bir silkidi. Tatayaru anhu tatayiru sha'ra an zahril ba'ir. Sha'ra degan ko'kchivan masalan yoki shu ayvonlarga, mal-uloqqa chatlashib chaqadigan shu chivindek narsalar. Ko'kiyun. Ko'kchivan degandek narsa. Tugining uchdan uchib ketgan ko'kiyinlardek hammasi cheshib ketdi. Esvog'ini bir silkib qutulib Rasululloh. Idan tafada. Yani shu tuga harakat qilib qasqanda qildi. Bunda bir o'zini silkib etsa, uchishda qo'nib olgan ko'kchivinlar tushib ketdi. Shunga o'xshash olim hammasi shunda tushib ketdi. Va sha'ra dubabun lahu lad'un. Sha'ra degan chaqadigan bir turlik chivin. ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فتعنه في عنقه طعنة تدهده منها عن فرسه مرارا. Anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun aldığı çıkıp, robur oturup, onun geliğe neyi sancıda, şunda bir sancıvıda, o at üstüden ne çıkatın müdürep şüketkili koptu de. Tedahdaha diyen, tedahraca, domulap şüketkili koptu. Yani ne çıkatın başında, domulap şüketay da bundan leylep koptu. Vakile bel kesara dil'an min adla'ihi. Bazı rivayette yap onun qovurg'ilaridan bir qovurg'ini sundirib o'tgan deb ketdi. Faraja ila Qurayshni yaqul. Shundan bu yaralanib o'zining qo'shini qaytdi. Quraysh qo'shiniga. Qaytganida qatalani Muhammad. Ay Muhammad meni o'tiribdi deb basiralanib qaytibdi. Va ham yaqul la ba'salik. Ular nimdabdi? Voy ansirmislar, ishqi saqib qollar. O'lmaylar buningda. فقال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم. Agar mendiki shu og'riq yara butun xalqlarga chechitilgan bo'lsa, hammasi o'lib ketdi. Mendiki og'riq bu bo'sh og'riq emas. Alaysa qad qala ana aqtuluka? U men seni o'ttirman demaganmidi? Bu kafir Rasulullohning rasullikning payg'ambarga ishinidir. Ayna demagan emasmidi? U gapi rost zodi bu payg'ambar bo'lgan ekan. Shunda men o'lib ketaman, cho'qim. Vallahi law basaqa alayya laqatalani. Alloh bilan qasamki, agar menga birini tukirib qo'ygan bo'lsa o'tiribdi dedi. Famata bi sarafin fi qufulihim ila Makka. Mana saraf degan Makka bilan Madina o'tirgan bir joyning ismi. Makka yaqin bo'lishi mumkin. Quful degan rujo degan ma'no. Makka qaytib ular saraf degan joyga kelgan chaqda jon uzdi. Ubay ibn Khalaf. Qala Anas radhiyallohu anhu, kunna natahaddathu. Biz shunda o'zaro paranglashdik. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam va atiya quvvata 30 rajula. 30 erning kuch quvvati berilgan Rasulullohga deb so'zlashdik deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 8 ayollar bo'lsa, bir kishi shunda olib aylanib chiqadi deydi. Ha? Ondan ro'z tutsa, ulab ro'z tutadi. Ha. Akhrajahu an-Nasa'i. Nasa'i sunanda shunda rivoyat qildi. Va an Abi Rafi' va qad waradat al-akhbar bi annahu sallallohu alayhi vasallam صارع ركانة ابن يزيد المطلبي. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu rukana degan chilishi bilan chilishqanligi haqida xabarlar kelgan. Va kana ashadda ahli vaqtihi. Shu o'z zamonidagi eng yomon chilish edi. Va kana nabiy sallallohu alayhi vasallam da'ahu lil-islam. Rasululloh uni islomga chaqirgandi. Faqala mustahzi'an bihi. Shuna u Rasululloh masxir qilgan holatda bunda degan. In saratani ya Muhammad u'minu bik. Yani o bunda meni jiqtalasang degan jiqtanmaysa mumkin emas degan ma'no. Meni jiqtalasang men iymon aytay bo'ladi. Sen hergiz jiqtanmaysan. Fasarahu 3 marrat. Shuna Rasululloh qaqdi 3 qitim jiqtibdi. Va aslama rukana. Shundan rukana o'zining vazisi turib, musulmon bo'ladi. Qala Suhayl bu sirada unda kitob yozgan olimning birisi. Va qad saraydan abal ashaddayn al-jumahi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam abal ashaddayn al-jumahi degan musho chilishinimi jiqtqanti deydi.
وكان أقوى رجل في العرب مرارا. Bu Abul Ashaddayn Arablarga eng kuchli odam ekan. Buni bir necha qatim yiqitib o'tgan. Rasululloh yiqitdi. Rasululloh bunda palvondan, bunda o'g'avlikdan. Wala muslim, lekin Abul Ashaddayn musulmon bo'lmagan. Ve kan Abul Ashaddayn yaqifu ala jild baqara. Abul Ashaddayn bu shunda bir kuchli palvon ki, bu bir kalının terisi ustida dastab tursa, ve yajzubuhu 10 min al-fityani liyantazi'uhu min tahti qadamayhi. 10 yigit ashtirini putuning ostidan tatib ammoqchi bo'lib qolsa, fatamazzaqul jild. Teri tikitda uni tigidan tatib olmaydi. Ve la tazahzahu anhu. Bu terin ustidami bunda medirlab ketmaydi. 20 tonna narsani shundan dastab qo'ygandek. وقد قال لقريش وقريش كمان ده ديانته إن جنود رب محمد التي يخوفكم بها 19 قريش كده بتكين محمد سلنا قوقتواتقان شو پروردگارның askerleri Muhammed abi şu bunda askerli vardı seni qo'rqitdi şu askerning soni 19 debdi bunda gettanlik qilib degan gapim ayat 19 alayha 19 dedi ukfuni 2 sizlar ikkini bir taraf qilinglar ha sizlar menga ikkini bir taraf qilib beringlar va ana akfikum 17 men sizlarga 17 bir taraf qilib beray shundan qutulmaysiz İ'caban minhu bi nafsihi. Bu o'zidan unda palvonlikqa, kuchtingirlikka aytdi. Ishonch bilan tamanno qilib shunda degan gap. Va bil jumlati fa huwa sallallohu alayhi vasallam va ikhwanuhu min ar-rusul la yudanihim ahadun min al-khalq fi ash-shaja'ati va ghayriha. Umuman qilib aytsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsin va boshqa qarindosh payg'ambarlar bo'lsin, payg'ambarlardan bo'lgan Rasulullohning qarindoshlari, butun maxluqlarning ichida hech kim ashularga shajoatda va boshqa fazilatda yaqinmi kelmaydi. Va kayfala qanday unda bo'lmasin? Nima shunda bo'lmaydi ekan? Vaqat jama'alloh fihim sa'ira khisalul kamal. Alloh taolo ularda barliq kamolat xislatlarni jamlagan tursa, sa'ir ham barliq, ha? Boshqasi degan gap emas. Hammani demoqchi inshaalloh. وتتبع أحواله في غزواته ومناضلة الخلق تضيق عن تحريره هذه العجالة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواتلerdek وخلقlar bilan bo'lgan kurashlar, tirishchiliklar, mushunda ahvollarni biz bir-birlab tekshirdan bo'lsak, تضيق عن تحريره هذه العجالة. هذه العجالة degan shu faila. Uni hammani sizib bir rətlab qilishga bu aldiraqsalliq nimasta o vaqt qısolab qoladi, vaqt yetishmaydi dedi. Bu aldiraqchilikda unga vaqt yetishmaydi. Hojalarga aldiraqsalliq. Va ashja'un nas ba'dal anbiya'i alayhimus salatu wassalam. Endi payg'ambarlardan keyin kishilarning eng shijoatli kimlar? As-sahabatu ridvanullahi alayhim. Wa ashja'us sahabati wa aqwahum azman Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anhu. Yani sahabeların içinde en şicaatli ve iradesi en küçük bo'lgani Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anhu. Magaplardir kimga radiyaganda qilyotdi? Shiyaliga. Çünkü Şiyaning Hazreti Ali en afzaliyatli bu deydi. Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anhu afdalus sahaba ahli sünnet. İrade. Kur'an-ı Kerim'de bağlı azma. Ulul azm dabba. عزم يا ربنا والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك